Hammalarga assalomu alaykum, aka opa singillar. Ko'rib turgan avtobusinglar navbatdagi avtobusimiz Moskvadan avtovokzal Kotelnikidan Toshkent avtovokzal Qo'yliqqa posatkaga qo'yilgan. Aka opa singillar, kimda kim shunaqa ofitsialniy chiptali reyslarda ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar, barcha batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Aka opa singillar, bizning avtobuslarimiz 2,5-3 sutkaga yetib boradi. 3 ta voditeli bor, har bir avtobusimizda 3 tadan voditeli bor akalar. Tak что o'ylamasdan, cho'chimasdan bemalol murojaat qilaverasizlar. 2,5-3 sutkaga yetkazadi, 51 ta mestasi bor. 3 tadan voditeli bor har bitta avtobusda. Aka opa singillar, yuk muammosiga kelsak, yuklarimiz xudo xolasa bizda ochiqcha yukka umuman pul olmaydi. Prosta hamma yuklarda qichchamgina qilib olib kelish kerak. 70-80 kilogacha yuk olib kelinaveradi mana. Akalarimiz mana yuklarni joylayapti. Yukxonaga. Aka opa singillar, pryamoy reysda kim ketadigan bo'lsa, pryamoy reyslarda, avtovokzaldan avtovokzalgacha ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Chiptali reyslarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska bosishni unutmanglar, akalar.